Ben bularni как раз fen ochganimda sizlarga e'tiborli ishlash texnikaligiga hayron qoldim. Shuning uchun hozir sizlar bilan bo'lishkim keldi. Bizda Toshkentda juda ham ko'p hamma почти hozirgi yoshlarda ayniqsa kapsula soch rivojlanib ketgan. Ko'pchilikni kollagen tufayli, problemasi tufayli sochlari singan, o'smaydi, soch kaltalab ko'p bir xil soch umuman o'smaydi. Meni homilador paytim sochim shunaqa tez o'sib ketgan, buni sizlarga aytardim. Xo'p, shunaqa sochida problemasi bor. Juda ham ko'p kapsula qilishadi, bilasizlar. Go'zal opam aynan shu soch kapsulasi, soch ulash bo'yicha, zakolkalar kapsula bo'yicha va pariklar bo'yicha eng masteri desam ham bo'ladi. Bu yerga men bugun mana kelib hozir yarim soat, 1 soat ozgina gaplashib o'tirgan bo'lsam, o'sha nechtadir viloyatdan odam kelayotganini ko'rdim, qizlar. Toshkentdan ham